Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni, ya'ni 2026 yildan pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar, tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lgan masalalar va pensionerlar hamda hali pensiyaga chiqmagan fuqarolar uchun eng xavfli nuqtalarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat bugun pensiya olayotgan insonlarga emas, balki gardim yoshdan oshgan, mehnat staji bor, norasmiy ishlagan, chet elda ishlagan, bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan, nogironligi bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqishni kutayotgan har bir odamga tegishli. Men sizdan iltimos qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta davr stajiga kirmasa yoki ish haqi ma'lumot topilmasa, pensiya miqdori kutilgandan ancha past chiqishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha kech qolgandan keyin yugurib yuradi. Men esa sizga oldindan tayyorlanishni, hujjatlarni to'g'rilashni va o'z huquqingizni bilishni o'rgatmoqchiman. Avval pensiya masalasida ko'pchilik qanday fikrda edi? Odamlar yoshim yetganda pensiya jamg'armasiga boraman, pasportimni ko'rsataman, hammasi o'zi chiqadi deb o'ylardi. Lekin amalda bunday emas. Pensiya hisoblashda faqat yosh emas, mehnat staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, ish joyining arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, oliy o'quv yurtida o'qigan davr, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik va boshqa ko'plab omillar hisobga olinadi. Oldin ko'p ma'lumot qog'oz hujjatlar orqali tasdiqlanardi. Mehnat daftarchasi asosiy dalil edi. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olinardi. Ish haqi haqida ma'lumot topilmasa, odam o'ylab ba'zan yillab yurardi. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlagan fuqarolar uchun bu katta muammo. Chunki o'sha paytda ko'plab tashkilotlar nomini o'zgartirgan, xususiylashgan, tugatilgan yoki hujjatlarni arxivga topshirmagan. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Davlat organlari odamdan kamroq qog'oz so'rab, ma'lumotni elektron bazadan olishga harakat qiladi. Bir tomondan bu juda qulay, lekin ikkinchi tomondan elektron bazada sizning stajingiz yoki ish haqingiz ko'rinmasa, tizim uni avtomatik ravishda hisobga olmasligi mumkin. Shuning uchun 2026 yilga tayyorgarlik deganda men eng avvalo shuni tushunaman. Har bir fuqaro o'z mehnat tarixi, staji va hujjatlarini hozirdan tekshirish kerak. Yana bir muhim jihat bor. Pensiya tizimida har qanday islohotning asosiy maqsadi odatda 3 ta bo'ladi. Birinchisi pensiya tayinlashni adolatli qilish, ikkinchisi norasmiy bandlikni kamaytirish, uchinchisi byudjet va pensiya jamg'armasi yukini barqarorlashtirish. Aholi soni oshmoqda, umr ko'rish davomiyligi o'zgarib bormoqda. Ishlayotganlar va pensiya olayotganlar nisbati muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Shu sababli kelgusi yillarda pensiya olish uchun rasmiy staj, rasmiy ish haqi va elektron ma'lumotlarning roli yanada kuchayishi ehtimoli yuqori. Men birinchi navbatda pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar sizning yoshingiz 2 dan oshgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurish eng katta xato. Chunki arxiv ma'lumotini topish, eski ish joyidan ma'lumotnoma olish, mehnat daftarchasidagi xatoni tuzatish, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlash, chet eldagi ish davrini hujjatlashtirish bir kunda bitmaydi. Masalan, opa-singillarimiz orasida bunday holat ko'p uchraydi. Ayol kishi 1998 yilda zavodda ishlagan, 1993 yilda turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Keyin bir necha yil bolalarni parvarish qilgan, keyin bozorga chiqib ishlagan, lekin rasmiy ishga kirmagan. Pensiya yoshiga kelganda mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Ayrim ish joylari esa umuman bazada ko'rinmaydi. Natijada pensiya jamg'armasi undan nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi va boshqa dalillarni so'rashi mumkin. Agar bu hujjatlar vaqtida tayyor bo'lmasa, pensiya kech tayinlanishi yoki kamroq miqdorda hisoblanishi mumkin. Ikkinchi misol. Erkak kishi 25 yil ishladim deb hisoblaydi, lekin tekshirilganda 10 yili rasmiy, 7 yili xususiy ustada og'zaki kelishuv bilan, 5 yili Rossiyada norasmiy, 3 yili esa korxona hujjatlarida to'liq aks etmagan bo'lib chiqadi. U o'zini men umr bo'yi ishladim deb biladi. Bu insoniy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya hisoblashda davlat rasmiy tasdiqlangan davrga qaraydi. Shuning uchun bugun men aytmoqchi bo'lgan eng og'ir haqiqat shuki, ishlaganingizni hamma bilishi boshqa, uni hujjat bilan isbotlash boshqa. Uchinchi misol. Fuqaro 2005 yildan 2025 yilgacha rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi ayrim yillarda uni
yarim stavkada ko'rsatgan yoki ish haqini minimal miqdorda rasmiylashtirgan. Odam qo'liga ko'proq pul olgan, lekin hujjatda kam oylik ko'rsatilgan. Pensiya hisoblanganda esa men aslida ko'proq topardim degan gap yetarli bo'lmaydi. Tizim ko'pincha rasmiy ish haqi va to'langan badallarni asos qilib oladi. Demak, norasmiy konvertdagi oylik bugun yoqimli tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya miqdorini kamaytiradigan omilga aylanadi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi guruh mehnat daftarchasida yozuvlari chalkash bo'lganlar. Masalan, buyruq raqami yo'q, muhr tushmagan. Ishga kirgan va chiqqan sanalar mos emas. Tashkilot nomi to'liq yozilmagan. Ikkinchi guruh ishlagan korxonasi yopilganlar. Uchinchi guruh uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. To'rtinchi guruh chet elda ishlagan, lekin shartnoma, patent, soliq yoki sug'urta hujjatlarini saqlamaganlar. Beshinchi guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi davrlari ko'p bo'lganlar. Oltinchi guruh harbiy xizmat, ichki ishlar, tibbiyot, ta'lim, zararli mehnat sharoitlari. Imtiyozli pensiya bilan bog'liq davrlari bor insonlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz so'nggi yillarda to'liq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish haqi bank orqali tushgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz bo'lsa, soliq va bandlik tizimlarida ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etgan bo'lsa, MyBotKopkov o'z yoki tegishli elektron xizmatlar orqali mehnat tajingiz ko'rinayotgan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin baribir tekshirish shart. Chunki ba'zan bitta harf xatosi, GSSH raqami noto'g'ri kiritilishi, eski pasport ma'lumotlari yangilanmagani ham muammo tug'diradi. Pensiya miqdori masalasida ham noto'g'ri tushunchalar bor. Odamlar ko'pincha qo'shnim 2 million olayapti, men ham shuncha olaman deb o'ylaydi. Yo'q, har bir odamning pensiyasi alohida hisoblanadi. Bir odamning staji 35 yil, ikkinchisiniki 25 yil bo'lishi mumkin. Bir odam rasmiy yuqori oylik olgan, ikkinchisi minimal oylikda ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bir odamda imtiyozli davr bor, boshqasida yo'q. Shu sababli bir mahalladagi ikki tengdosh insonning pensiyasi ham turlicha chiqadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: mehnat daftarchasi borligi har doim ham yetarli emas. Agar yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki tashkilot muhrida nom boshqa, buyruqda nom boshqa bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Fuqaro 2 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor. Ishdan bo'shatilgan sana yo'q yoki aksincha. Bunday vaziyatda butun 8 yilni avtomatikdan olish qiyinlashadi. Ikkinchi nozik jihat arxiv hujjatlari. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin hamma korxona ham tartibli topshirmagan. Agar arxivda ma'lumot topilmasa, odam sud orqali yuridik faktni tasdiqlatishga majbur bo'lishi mumkin. Bu jarayon vaqt, asab va xarajat talab qiladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiyaga chiqishga 6 oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlarni tekshirtirish kerak. Uchinchi nozik jihat chet elda ishlagan davr. Bugun juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Lekin pensiya tizimida bu davr qanday hisobga olinishi har doim ham oddiy emas. Davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari, migratsiya hujjatlari muhim bo'lishi mumkin. Agar siz chet elda 10 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin buni faqat pasportdagi kirib chiqish muhrlari bilan ko'rsatsangiz, bu har doim ham to'liq mehnat staji sifatida qabul qilinmasligi mumkin. Chunki chet elda bo'lganingiz boshqa, rasmiy ishlaganingiz boshqa. To'rtinchi nozik jihat ayollar uchun bola parvarishi davri. Ko'p ayollar men uyda bolam bilan o'tirdim, demak stajim uzildi deb o'ylaydi. Ayrim davrlar qonunchilikda ma'lum shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu ham hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan berilgan ta'til buyruqlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar muhim. Agar bola tug'ilgan, lekin onaning o'sha paytda qayerda ishlagani, ta'til rasmiy bo'lgan bo'lmagani noaniq bo'lsa, savollar tug'iladi. 5-nozik jihat. Imtiyozli pensiya. Ba'zi kasblarda, masalan, og'ir va zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, ayrim tibbiyot, ta'lim, konchilik, kimyo, transport yoki boshqa sohalarda faoliyat yuritganlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham men og'ir ishda ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Ish joyi ro'yxatda bo'lganmi? Lavozim nomi qonunchilikdagi nomga mos keladimi? Attestatsiya hujjatlari bormi? Buyruqlar saqlanganmi? Shular hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, odam zavodda ishlagan,
lekin lavozimi hujjatda yordamchi ishchi deb yozilgan. U aslida zararli sexda ishlagan bo'lishi mumkin, ammo hujjatda bu aniq ko'rsatilmasa, imtiyozli pensiya olish qiyinlashadi. 6-nozik jihat pensiya qayta hisoblanishi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ayrim holatlarda keyinchalik yangi staj, yangi hujjat yoki yuqoriroq ish haqi ma'lumoti topilsa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Qaysi hujjat topildi, qaysi davrga tegishli. Qonunchilik bo'yicha qayta hisoblashga asos bormi? Bularni alohida tekshirish kerak. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Menga bir marta pensiya tayinlandi, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylamang. Agar sizda ilgari hisobga kirmagan staj yoki ish haqi hujjati bo'lsa, tegishli bo'limga murojaat qilib ko'rish kerak. 7-nozik jihat firibgarlar, pensiya islohoti, indeksatsiya, yangi to'lovlar, qo'shimcha nafaqalar haqidagi xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangizni oshirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman, hujjatsiz staj qo'shaman, oldindan pul bering deyishi mumkin. Men buni qat'iy ogohlantiraman. Pensiya masalasida faqat rasmiy organlarga murojaat qiling. Hech kimga pasport nusxangizni, bank kartangiz kodini, SMS tasdiqlash raqamini bermang. Pensiya oshirish yoki tayinlash faqat qonuniy hujjatlar asosida bo'ladi. Tanish bilish orqali bazaga qo'shish degan gaplar xavfli. Endi eng kerakli qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSHIR, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, mehnat shartnomalari, buyruqlardan ko'chirmalar, ish haqi ma'lumotnomalari bitta papkaga yig'ilsin. Hujjatlar eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Har bir ish joyida ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar xato ko'rsangiz, mayli keyin ko'ramiz demang. Hozirning o'zida o'sha tashkilotga yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qiling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot so'rang. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyTOKX.uz soliq organlari. Bandalik va elektron xizmatlar yoki pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari orqali ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bo'lsa, albatta foydalaning. Agar elektron tizimda ish davringiz ko'rinmasa, bu vahima qilish uchun emas, balki hujjatlarni to'g'rilash uchun signal. Ayniqsa 2026 yilga kelib raqamli ma'lumotlar roli kuchaysa, bazadagi xatolarni oldindan tuzatgan odam yutadi. 4-qadam, arxivga murojaat qilish tartibini biling. Arxivga yozma ariza berilganda odatda siz ish joyi nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Arizada falon yildan falon yilgacha mehnat faoliyatimni va ish haqimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. Agar siz faqat menga ma'lumot bering deb umumiy yozsangiz, qidiruv cho'zilishi mumkin. Qancha aniq yozsangiz, shuncha yaxshi. 5-qadam, ish haqi ma'lumotlarini alohida yig'ing. Pensiya faqat stajdan emas, ayrim holatlarda ish haqi ko'rsatkichlardan ham ta'sirlanadi. Eski ish joylaringizdan oylik ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. Agar korxona yo'q bo'lsa, arxivda ish haqi vedomotlari saqlangan bo'lishi mumkin. Ba'zan staj ma'lumot topiladi, lekin ish haqi ma'lumot topilmaydi. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Men buni ayniqsa yoshroq tomoshabinlarga aytaman. Bugun 35-15 yoshda bo'lgan odam pensiyagacha hali uzoq deb o'ylaydi. Lekin umr 15 yil juda tez o'tadi. Agar siz hozir norasmiy ishlasangiz, kelajakdagi pensiyangiz uchun bo'shliq yaratmoqdasiz. Ish beruvchingizdan rasmiy mehnat shartnomasi talab qiling. Ish haqingiz bank orqali yoki rasmiy tartibda aksiya etsin. Soliq va sug'urta to'lovlari ko'rinsin. Bugungi rasmiylashtirish ertangi himoyangizdir. 7-qadam. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, hamma hujjatni saqlang. Mehnat shartnomasi, ruxsatnoma, patent, soliq kvitantsiyalari, sug'urta to'lovlari, ish beruvchidan ma'lumotnoma, bank o'tkazmalari. Tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Chet eldan qaytgach, hammasi telefonda yo'qolib ketdi degan holat bo'lmasin. Hujjatlarning skaner nusxasini ham, qog'oz nusxasini ham saqlang. 8-qadam. Pensiyaga chiqishga kamida 6 oy qolganda pensiya jamg'armasi bo'limiga
yoki davlat xizmatlari markaziga maslahat uchun boring. Men aytayotgan narsa rasmiy ariza topshirishdan oldingi tayyorgarlikdir. Mutaxassisdan qaysi hujjatlar yetishmayotganini so'rang. Agar sizga og'zaki javob berilsa ham, muhim masalada yozma murojaat qilish foydaliroq. Chunki yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. Keyin nima qilish kerakligi aniq ko'rinadi. 9-qadam. Agar rad javobi olsangiz, qo'rqmang. Ba'zan pensiya jamg'armasi biror davrini stajga qo'shishni rad qilishi mumkin. Bu yakuniy nuqta degani emas. Siz qo'shimcha hujjat topishingiz, yuqori turuvchi organga murojaat qilishingiz yoki zarur bo'lsa sud orqali yuridik faktni tasdiqlatishingiz mumkin. Lekin bunday vaziyatda hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. Men ishlaganman, hamma biladi degan gapni dalilga aylantirish uchun guvohlar, arxiv, buyruq, ma'lumotnoma, to'lov hujjatlari kerak bo'ladi. 10-qadam. Yangiliklarni faqat rasmiy manbalardan tekshiring. Pensiya yoshi oshadi. Hammaning pensiyasi kesiladi. Falon toifa pul olmaydi degan gaplar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaladi. Men bunday xabarlarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Qonun, prezident farmoni, vazirlar mahkamasi qarori, pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirlikning rasmiy bayonoti bo'lmasa, vahima qilish kerak emas. Lekin rasmiy o'zgarish chiqqan zahoti uni tushunib, o'z holatingizga tatbiq etish kerak. 2026 yilga tayyorgarlikning asosiy mazmuni shundan iborat. Pensiya tizimi to'g'ri hujjatga, elektron bazaga, rasmiy mehnat faoliyatiga va aniq hisob-kitobga tayanadi. Bu halol. Rasmiy ishlagan insonlar uchun yaxshi yangilik bo'lishi mumkin. Chunki ularning huquqi bazada ko'rinadi. Lekin norasmiy ishlagan, hujjatlarini yo'qotgan, eski ish joylarini tekshirtirmagan odamlar uchun bu jiddiy ogohlantirishdir. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni uyg'otmoqchiman. Pensiya masalasida eng qimmat narsa vaqt. Vaqtida qilingan bitta ariza, arxivdan olingan bitta ma'lumotnoma, to'g'rilangan bitta yozuv kelajakda har oy qo'shimcha pul bo'lib qaytishi mumkin. Bugun men sizga pensiya islohoti atrofidagi eng muhim masalani tushuntirdim. 2026 yilga tayyorgarlik faqat davlatning ishi emas, har bir fuqaroning shaxsiy mas'uliyatidir. Mehnat stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, arxivga murojaat qiling, elektron bazadagi ma'lumotlaringizni ko'ring. Norasmiy ishni rasmiylashtirishga harakat qiling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Ilgari kirmagan staj yoki ish haq hujjati bormi? Tekshirtirib ko'ring. Agar hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, bugundan tayyorgarlikni boshlang. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning mehnat daftarchangizda muammo bormi? Arxivdan ma'lumot olganmisiz? Pensiya hisoblashda qiyinchilikka duch kelganmisiz? Fikringiz boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga, har bir ota-onaga, har bir bo'lajak pensionerga kerak.